BYD Yuan Up'ni 3-pozitsiyasini o'rniga undan kattaroq bo'lgan, batareykasi ham kattaroq, yurish masofasi ham 471 kilometr bo'lgan mashina topib qo'ydim sizlarga. Qarshimizda Dongfeng Nami 06. Ushbu mashinamiz hozir qarshimizda turgan mashina 3-pozitsiya bo'lib, Dongfengdan diskali bo'ladi, qalpakli bo'lmaydi. Ochilishlari ham o'zgacha. 360 kameralari bor, 7 ta kamerali bo'lar ekan. Panoramalik bo'ladi, ichi katta bo'ladi, 50 wattli besprovодный zaryadniki bo'ladi, cruise kontroli bo'ladi. Ish oynalari polni elektropaket. Undan tashqari ushbu pozitsiyamizda o'rtasida mana podlokotniki ham bo'lar ekan, pastakalniklari bilan. Qisqasi ushbu mashinamiz BYD Yuan Up 3-pozitsiyasini bemalol o'tib keta oladigan darajada. Ya'ni hozir BYD Yuan Up'larda narxlari ham 3-pozitsiyalar hozir yo'q, bo'lsa ham xuddi shunaqa aynan o'zini narxida xaki rangi bilan mana bu rangidan bor ekan. Hozirgi kunda bemalol shu haftaning oxirigacha xarid qilsanglar bo'ladi. Dokumentlari ushbu mashina tayyor ekan. Narxi $14,200. Agar qiziqsalaring bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling.